Nazma qo'shimdan. Ha xotin. Oha! Ukang nima qilyapti bizlarga? Uydagilar bilan urushib kelan. Endi bizlar bilan yashaydi dadasi. Astag'firullah, o'zim sig'magan bozorga qazoq tiyasi bilan keldi degan shu ekanda. Tarvuz yo'qmi uylaringizda? Hey, bu o'zim kechqurun futbol ko'raman deb yeyman deb olib qo'yibdi. Ochga beradi, tarvuz deydi yana. Zokirjon uka, shu PlayStation 5 minut qo'yib menga bedalar toshshak. Opa yeringa qaramay ish yuribdi. Tuva qildim. Meni ukam sizga xizmat ko'rmaydi. O'zingiz ayting. Yo, bu uyda men xizmatkor xotina, qabr ozgina yordam bersa bo'ladi, katta bacha. Astag'firullah. Yazda xaldalikda yaxtak suv bor, shu bilan chips keltirib bering menga. Men sen yetimman, men yonimaki. Opa, qara ering uribdimi? Tegmang bachaga uchashdingiz, lekin shu bacha bilan. Bacha-ku bu. Xotin buni qiyri bacham buni. Bo'yimdan baland 20 chakirdi bu. O'tirib berna shu yerda opa uka ikkoving. Nima chaqirding meni? Yazda shu basseyn tozalab suvini to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi-ku, bilasizmi, suv otishamay issiqda. Hay, siz endi shahzodaga men sizga to'ldirib beraman. Siz bo'lmaymi ishlar? Qani opang qani? Magazinga ketdi. Magazinga ketdimi opa? To'ldirib bering buni. Hay, qara, men buni yo'lib oldim. Ukajon, yo'qmi? Qaram deydi. Tez chop. Sen balli erkak bo'lib ketibsan sen. Qaynotam sen anamdek ko'taribdi. Bir joyda o'qib, bir ishi boshini tutsang bo'lmaymisan, katta eshak. Qayerda o'qiymanmi? Buxoro Innovatsiyalar universitetida o'qi, imkoniyatlar tiqilib yotibdi. Nima imkoniyati bor u yoqda? Buxoro Innovatsiyalar universitetining 12 ta davlat, 31 ta universitet bilan shartnomasi bor. Menga qara, Janubiy Koreya, Indoneziya, Hindiston, Malayziya, Rossiya va hokazo mana shu davlatlarda o'qisang bo'ladi. 2 yilni Buxoroda, 2 yilni chetda o'qiysan. Eng qizig'i o'qish bitirgandan keyin yil oxirida 2 ta diplom olasan. Bittasi xorijniki bo'ladi. Eng qizig'i chetda o'qiganing uchun 1 so'm pul to'lamaysan. Universitet o'tsanga to'lab beradi. Faqat sen bileting bilan yotoqxonani qilsang bo'ldi. Tushundingmi? Ha, qabul qachon ekan uni? Qabul ishi bo'la turib tezroq hujjatlaringni topshir. Ha, bo'ldi uni. O'zim ham yordam beraman tanishlarimga. Ketdim, davay. Xudoga shukr, qutuldim. Ha, xotin keldingmi? Ha, keldim. Ukam ko'rinmaydi? Ukang onasini sog'inibdi, ketdi onasini ko'rishga. Urmadingizmi ish qilib bachani? Ebi, jildim sen nima uraman bachani? Bachani ham uramanmi? Men qara, ana ukang ham ketdi. Bir tinchgina maza qilib yashaymiz. Yur uya. Ezbalanmang. Kızım, Ariston qanday o'qiladi yo'qolmayapman. Sen dadang bizlar baniyada nima qilyapti xotin? Onam bilan urushganlar bizakida yashaydilar endi. Ukangdan qutuldi desam endi dadang keldi. Mana shu sizlarga yashanglar kayfiyat, men ketdim.